Salom hammaga. Hozir biz sizlar bilan telefonimizda shunaqa bir funksiyasini ko'rib chiqamizki, tasavvur qiling, siz ko'chadasiz yoki bir begona odam sizdan telefoningizni so'radi yoki bir tanishingiz telefon qilib olish uchunmi, nima uchun bir so'radi. Faqat shu joyga kirib, boshqa joylarini siz bilmay qolganda yoki sizdan beruxsat kirib ko'ylab ko'rmasliklari uchun shunaqa bir qarshi funksiyasi bor. Shuni yoqib qo'yamiz. Nastroyka bo'limidan xavfsizlik va maxfiylikka kiramiz va pastroqda ko'proq xavfsizlik sozlamalariga kirasiz va eng pastida ilovani qo'shishni yoqib qo'yasiz. Va bo'ldi, shu bilan. Misol uchun telefon olish uchun so'rashdi. Berishdan oldin siz mana shu telefonda bu ilovani qo'shilsin deb bosib qo'yasiz. Okey. Xo'p, bunda mana nazarda bossa ham chiqib ketmaydi, umuman chiqmaydi.